3 xil narsamiz bor. Recent, new project, open project. 3 xil narsa bor. Ham bu 3 xil narsaning birinchisi recent. Ma'nosi. Ma'nosida sizlarda ko'rinmaydi, chunki bu narsa bir necha qator yoki bir necha tal nimalarni projektlarni, turlarni ishlab, undan keyin saqlab bo'lgandan keyin, masalan, 1 soat ilgari, 2 soat ilgari, 4 oy ilgari deganga o'xshash. Qaranglar mana. Bu yerda gaplar bor. Bu ishda kichik so'zliklarni o'rganib olsanglar ingliz tilidan foydasi bo'ldi. Masalan, horse, monster debdi-ku. Masalan 1 soat, 2 soat, 4 soat ilgari shunga o'xshash tahrirlagan, ya'ni qachon tahrirlagan yoki ma'lum bir vaqtda Adobe Premiere Pro'da ichib ishlagan hujjatlaringlar bu shaklda ko'rinib turdi. Men o'xshash bunda ism qo'ymayman, o'tib ketishinglar mumkin. Men ba'zi ishni tezroq qilaman deb ism qo'ymayman, o'zining shu untitled sifatida, ya'ni ismsiz holatida davomlashtiraverman. Bu shaklda bo'ldi.